Bittadan like bosib qo'yasizlar. Hozir bir sog'ib ko'rsatamiz mana shu molni. Tepgan holatini ko'rsatib olamiz oldin. Ha, haqiqatan tepyaptimi, tepmayaptimi? O'zini tepayapman. Endi hozir mana shu molni Telegram gruppaga tashlaymiz. Tepkir mol. Telegramda tepkir mol desangiz chiqadi. Keyin i yo'q. Tepkir mol deb yozasizlar. Telegramda gruppa chiqadi. Videoni to'xtatib turamiz. Hozir tepkir molga tashlab qo'yasiz. Ha, tepkir molga hozir video tashladik. Tepgan holatini Telegram gruppa tepkir mol. O. Bu nuqtada ekan. Nuqtada mol bor, novosdan battar olib ketadi. Nuqtada tursa. Bu molni sog'ib ustini ichmaymiz. Ustini ichmaymiz. Qo'limiz chunki bo'qmi. Kalta qilganda shunaqa kalta baylanganda ancha-muncha tepkisi qoladi uni. Kalta qilganda. Mana bu nuqtada turibdi hozir. Shoxiga baylash kerak buni. Shoxiga mana tirab shunday baylash kerakki, konkret turadi agar. Zo'r turadi. Hozir bor ekan. Tepyapti, ko'ryapsizlar mana. O. Sizdan like bosib qo'yinglar. Ko'ryapsizlar mana tepyapti. Endi hozir buni razmerini mana. Mana bir tarafda 5 ta, mana bir tarafda 5 ta. Telegram gruppaga hozir buni razmerini katta kichik qilishda mana songa qo'yiladi, mana bunday qilib songa qo'yib turib, songa qo'yib bu yoqdan chap qo'lni ushlab turib, mana knopkani ezib turib, burash kerak buni. Buraganda katta kichik bo'laveradi. Hozir 3-razmerga qo'yib oldim, bir tomoni birda turibdi. Qo'yib ko'raman shuni hozir. Aka mana shu qoziq bo'lmasa borib, morfol yiqilib bir narsa bo'lib qolaman. Qoziq olib tashish kerak. Ha. Ko'ryapsizlarmi? Aka bir qo'y ko'rasizmi o'z molingizga? O'ziz qo'yavering. Hali tepki olganman men. Yeganmisiz? Bittadan like bosib qo'yasizlar, mana shu molni sog'ib beraman. Kattalik qildim mana. Bir dona kishiratiraman hozir. Buni taqqanimdan keyin yiqilsa yo jinnilik qilsa, u jinnilik qilganiga e'tibor bermaysizlar uni. Taqilgan holatda. Chunki shoxiga baylangan yo'q. Yuraveradi anaqa. Jinnilik qiladi mana, shunday qilib. Ko'ryapsizlar mana, ichi zo'g'dan oling-da. Aynan jinnilik qilib o'zini ag'dan baqib uradi, lekin charchaydi bor. Charchagandan keyin sekin sug'urasizlar bor. Ichi charchatish kerak bo'ldi. Yana bir qitig'i o'lish kerak, bir narsa bo'lish kerak-da. Ba'zi mollar xitrlik qilib turishini yotib oladi. Yerga qarab yotib oladi. Yotganda ham tek qo'yirish kerak. Endi o'ta darajada ya'ni o'ladigan bo'lsa, endi olib qo'ysa bo'laveradi. Bu sanchilib olmaydi. Yotib qolsa, yiqilib qolsa bu sanchilib kirib ketmaydi hali. Bittasi armaturadan yasagan ekan. Uni oldingi videoda ko'rsatganman. Armaturaning tepasiga lata baylab qo'ygan ekan. Chiqib olyaptimi, uni sanayaptimi? Sanayapti. Gapirib olaveradi. Ha, oyog'i yuyishni boshladi mana, qiyshayapti bu. Ha, ko'ryapsizlar, qiyshayapti. Bu molni hozir shoxiga baylaganimizda bunaqa jinnilik emasdi hozir.
nuqtada turibdi mana nuqtada ko'ryapsizlar mana o'ta darajada baquvvat bo'lib turibdi hozir. Kerak bo'lsa har qancha uzib ketadi. Yonga qo'yib, ustiga yiqilmasin. Mashmol sog'diradimi? Kommentariyada yozib qo'yasizlar. Hozir mana shu tepaga ham oldi mana. Lekin ko'pchilik mana misol bilmaydi-da, u antibrik taqishni bilmaydi, razmerini bilmaydi. Katta razmer qo'yib qo'yadi-da, qo'yib qo'ygandan keyin taqsam yuraveryapti yoki bo'lmasa tepyapti deydi. Buni razmeri tushishi kerak mana. U ilgandan keyin o'zini ko'targanda o'zi bilinadi o'zi. 3-4 sm baland bo'lsa, yer katta bo'ladi. Sal qiynalibroq qo'yish kerak buni. Qiynalsa, bu qisish kerak. Qisgandan keyin effekt beradi. Qismasa effekt bermaydi. Taqirda bering-da, ko'rsatib beraman. Shamda. Ama shoxiga baylasangiz bori, mol bori, haqqoniy mol bo'ladi. Bu nuqtada bori baquvvat bo'lib turaveradi. Mana, ko'ryapsizlar-a? Chiqtig'i bor bari. Mana shu ham hozir tetirmaydi. Ichiga yurib yuborishi mumkin adabaqa. O'ngga yo chapga shunday yurishi mumkin. O'ng tarafidan tiralib tursa agar o'ng tomoni, bu to'siq bo'lsa zo'r turadi agar. Mana sog'ni mana sog'ib ko'rsatyapman. Bittadan lag bosib qo'yinglar, bitta mixlab qo'yinglar. Lagga arziydimi shu? Kaç tepek hem o. Aka, bir soğuk o yüzden ko'ring. Videoni to'xtatamiz. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Yaziyon 24 kanal. Telegramda tepkirmol desalaring chiqadi. Tepkirmolga kirsalaring kim olyapti, qaysi bo'lyapti, qaysi tumandan olyapti, o'sha telefon nomerigacha, adresigacha, ism familiyasigacha chiqadi. Bitta pochtadan chiqaramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bepul, tuman shaharlarga dastavkasi bepul. Bittadan like bosib qo'ying. Yaziyon 24 kanalning obunachilari mana akamiz oxiriga sog'ib bering deydi. Idishini bo'shatib bering deydi. Bo'pti deb mana bo'shatyapmiz mana. Mana shu tepakka mol mana. Bittadan like mixlab qo'yasizlar. Sog' bo'lasizlar, xudo xolasa mana shu 4 minggacha sog'arganmiz.